va yangilanish, yasharishdan aslo charchamang. Mustaqil hayot sari ilk qadamingiz qutlug' bo'lsin. Aziz o'g'il qizlarim, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Demak, hurmatli farzandlar, aziz ota-onalar, mana bizni bugun Sherobod tumanidagi 35-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabimizda ham 35 nafar o'g'il qizlarimiz yangi hayotga qadam qo'ymoqda. Sizlarning ruxsatinglar bilan marhamat, bularni tabrik chiqishlarini va ustozlarga bo'lgan ehtiromini birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Qadrli ustozlar va eng asosiysi davramiz qatnashchilari bo'lgan aziz bitiruvchilar. Bugun maktab hayotining eng katta unutilmas va ta'sirli va yodda qolarli kun. Bugun senga qo'ng'iroq sadosi yangraydi. Bu oddiy bir ovoz emas, balki yillar davomida orttirgan bilimlar, do'stlar, xotiralar va ustozlar mehnatining yakunidir. Bugungi bayramni ochib berish uchun yana bir so'zni maktabimiz direktoriga beramiz. Aziz farzandlar, hurmatli o'quvchilar, aziz ota-onalar, yuqorida aytganimdek bugun eng quvonchli go'zal kunlar. Men shaxsan mana shu ko'p sonli pedagog jamoa nomidan bu yigit qizlarimga, 35 nafar yigit qizlarga faqat oq yo'l, yaxshi kayfiyat bo'lgandek hayot yo'llarida eng bir namunali iz qoldirishni tilakdoshiman. Shu jumladan bugun mana shularga ta'lim bergan, 11 yil ta'lim tarbiya berib kelgan ustozlarga ham tashakkur aytmoqchiman. Hammangizning yo'lingiz ochiq, oydin bo'lsin. Hamish balki yo'lboshchisi, tarbiyachisi, qo'llab-quvvatlovchisi, eng asosiysi, eng yaqin do'stidir. Ona muhabbati bu shaxsiy so'z va sadoqatli muhabbat. Bu hech qachon manfaat yoki keladigan javob uchun emas, balki hayot yuragining tubidan urib kelgan mehr ila sevadigan yagona zotdir. Sen kabi beg'ubor onamning qalbi, oqqorlik ko'chida onam tilagi, farzandim deb uradi onam yuragi. Nuri diydam onam, onajonginam, farishtadan o'tar, qo'yishmaydi sizsiz mening yurak uyim yorishmaydi. Duolaringizsiz vaqt quyoshim kulmaydi. Nuri diydam onam, onajonginam. So'zlar ojiz bo'lar, oq bo'lar tarixim. Siz bergan dars bugun baxtim, orzuyim. Sizning saboq, sizning ehtiyoj chirog'im. Sabr ila har dardimni tinglagansiz. Yuzim kulib tursa siz quvongansiz. Yoshlik yuragimda iz qoldiribsiz. Bu izni hech qachon yuvib bo'lmaysiz. Endi davringizni suring dadajon, 100 yoshda ham mayda vaqtimni ko'rib, siz dunyo turguncha turing dadajon. Bitiruv so'nggi qo'ng'iroq taqdim etmoqda. Men mana shu fursatdan foydalanib, mana shu bugungi bitkazayotgan 35 ta o'quvchimizga omadlar tilayman. Kelgusida yetuk inson bo'lib yetishni tilab qolaman. Avvalambor barcha barchangizni, mana bu aziz bitiruvchilarimizni, qadrdonlarimizni bugungi bayram bilan ko'p tabriklayman. Ularni ota-onalarini tabriklayman. Mana bu o'quvchilarimizga niyatimiz, tilagimiz katta. Albatta hammalari o'zlari orzu qilgan niyatlariga yetsin. O'qishlarga kirib, biz ustozlarni ham yuzimizni yoritsin. Ota-onalarini yuzini yoritsin. Hammalariga porloq kelajak, baxtli hayot tilaymiz. Omadlarini bersin. Barcha ustozlarni ham albatta xizmatlari katta, bugungi bayram bilan tabriklaymiz. Ishlariga omad, oilaviy xotirjamlik tilayman. Rahmat sizga. Chin dildan, oilamiz nomidan, mana shu 35-maktab kollektiv jamoasi nomidan chin dildan tabriklaymiz. Bular kelajakda muhim va yaxshi inson bo'lsin. Bitta kasb egasi bo'lsin. Yaxshi oila, tadbirkor bo'lsin. Hammamizni, ota-onalarni, ustozlarni, Qarabog' qishloq ahlining yuzini yorug' qilib yursin, nurlari uzoq bo'lsin.
mana 45 yil o'tibdi. Ana shoir aytadiki, uyimdan chiqqanimga 10 yil bo'libdi. 10 yil qishlog'imdan yuribman yiroq. Men yurgan yo'llarda o'tlar unutdik, ko'milib bo'libdi men kezgan so'qmoq degan. Uyilmas 4 ta 10 yil o'tdi, 45 yil. Bitta bola tug'ilganda yigit bo'lib, bola chaqali bo'lib 45 yoshga kirardi. Umr mana shunday qisqa va tez o'tadigan ekan, oradan shuncha yillar o'tib ketdi. Kechagina 1-sinfda Yo'ldosh Ziyayev rahmatli domlamiz bizga mana shu alifboni o'rgatgan. Hali mana shu bino turibdi, mana chap qo'limdagi bino. Shunda bir joydagi xonada o'qiganmiz. 1-3 sinflarda. Bizda mana sinfdoshlarimiz kelgan, hozir mana qator bo'lib o'tiribdi. Bugungi shu 45 yillikni bir nishonlaylik, maktabda ham bir tabriklarga tayyorlaydi. Endi qancha keldi, qancha kelmadi bilmayman, lekin har holda anchagina sinfdoshlarimiz yig'ilgan. Mana bugun yana bitiruv kechasi ekan. Bugun bitiruvchilarni tabriklaymiz. Bitiruv kechasi juda bir ulug' va mana endi sizlar hayotga yo'llanma oldinglar. Shoir aytganday sinfdoshlar kelsin, mana bizni kelgan sinfdoshlarimiz mana u hali 45 yil tugatganlar. Mana bitiruvchilarga aytadigan tilagim bugun Qo'l bo'lyapti. Forma birinchiliklar. Qanaqa forma birinchilikda? Bilim muhim. Meni bilimim bor. Mana dunyoning mashhur insonlari. Mark Zuckerberg Facebookka oddiy seriya futbolga dastur solgan. Steve Jobs iPhone prezentatsiyalarini jensishimda qilgan. Men ko'rmay qoldim, bunaqa cho'kib ketdi. Lekin sizni ko'rib turibman. Ularni ko'rmay qoldingiz? Yo'q. Unda meni ko'rmay tushunmadim. Tushunmadimmi nimaga kiyingiz kirmayapti? Assalomu alaykum, hurmatli podpischiklarim. Men bugun imtihondaman. Imtihon stadionda bo'lyapti. Endi normalniy futbol bo'lmagandan keyin imtihon bo'ladi-da. Assalomu alaykum. Kimsiz? Blogerman. Siz bloger bo'lsangiz, sizga o'qish nima kerak? O'zlaringizcha o'qigandan nima aqlli-ku? Aka kirib ketmasam bo'lmaydi. Kirib ketasiz. Ichkariga. Imtihonga. Bir ham o'ylasa, tushundingmi? Telefon topshirib nima? Telefon? Blogerdan telefon so'rayapsizmi? Blogerdan telefon so'rash bu xo'rozdan tuxum so'rash degan. Yoshligimni eslasamchi, alo. Ayni Toshkentga keldim. Nizom bacham bilan keldik, Nizom bacham bilan. Assalomu alaykum. Yine sizga nazorat salom beryapti. Salomat bo'ling siz. Yig'ishtiring telefoningizni. Hozir o'zim bitik tashima yine. Topshiring bu yoqqa telefonni. Menga imtihon topshirasan dedim-ku. Birinchi telefon topshirasiz, keyin imtihon topshirasiz. Nima imtihonga sumkalar bilan keldingiz? Shu o'qishga kirolmasam Rossiya ishga ketaman. Moldova kirib qolsangiz. Qishloq bola bitta gapira, aniq kiramayman. Rossiyaga ketaman. Juda ko'p gapirganingizda pasportingizni bering. Nimaga qizil pasport beryapsiz? Aytyapman-ku, aka Rossiyaga ketaman. Assalomu alaykum. Nevalar olib kelasiz qolgan? Yo'q bolam, o'zim kelganman. Yoshingiz bir joyga borib qo'ygan bo'lsa, sizga o'qish nima kerak? Endi bolamni eshitgan bir gap bor. Beshikdan to qabrgacha 1100 kilometr. Assalomu alaykum ota. Assalomu alaykum. Ayting ota. Kursdoshlar. Hammamiz kirib ketaylik. Aytdim-ku. Yo, blogerman. Podpischilarga ayting.
Senga o'xshaganlarim ko'payib ketgan. Qo'larab kirib ketgan. Ota, imtihon nimaga stadionda bo'lyapti? Shuni ayting. Bilmadim bolam. Men bilaman. Stadion keng, toza havo, keyin masofa saqlashga yaxshi. O'zi koronavirus inson ko'paymasligi uchun o'ylab topilgan. Bu masofa saqlash bilan odam ko'payishi nima aloqasi bor? Masofa saqlaganda qanday odam ko'payadi ota? Otaxon, nimaga asob berasiz? Vara qo'l bo'lsa bo'lsin. Mana o'qishga kirganlar ro'yxat qo'limda turibdi. Oldinlar hali bo'lganman. Oldindan hal bo'lmasa biz o'sib olmaymiz. Senga o'xshagan poraxo'r bor ekan. O'zingga qarab gapir. Poraxo'r dema. Poraxo'rlar deb ko'pchilik bizlar. Sizlarga o'xshagan poraxo'rlar bor ekan. Bizga o'xshagan yoshlar o'qishga emas, Rossiyaga ishga ketyapti. Siz salomonmisiz ey o'zimni sinfdoshlarim? Hayot bizda qildi har yoqqa, el qaytsaydi o'sha paytlar yodda. Sog'inibsizlar ey o'zimni sinfdoshlarim. Sen bu variydan sochlaringdan tortganim, hali hanuz yodimda qo'llar oldi qochganim. Yodimda o'sha daftar birga qilgan suhbatlar, bizlar Eng sarko'chlar, musiqalar Uzmuz kanalida.